Ochan! Bugungi yig'ilishimizdan maqsad mana bu. U tezligi bilan shaharda mashhur. Uni ustomonlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Uni qanday qo'lga olamiz, komissar? Menda rejani originali bor. Komissar, biz belgilangan joydamiz. Miyada manmani adetan zapret qillaring. Aka, Anjanga aka. Hamma Anjangami chiqish? Ha, bo'ldi, Sergelida o'g'lan bosilgani. Subyektimiz bilan komissar. Va bashgani keyin urasan, lordni oldiga keyin kirisa. Yedinda o'taman deydimi? Somsaxonaga sovut qiladi. O'qima qo'yag'lar. To'xtatib qusuvada bo'lib. Javoban qo'yag'lar, hali bozorchaga yetganimiz yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, sevgim bamisoli quyoshdir. Voy sochim. Ana quyosh charaqlab. Aka buni juni ko'p. O'shancha semiz ko'ryapti. Kelishtiring. Aka juni yo'q, bu o'z semiz. Bo'lish 5 million aka. 500 ming aka, roziman. Aka senga qusuvaraman. O'tirish qo'yag'lar qo'l tenglab ketdi. Qo'y yo'ldan. Nima qilyapsan, Bari? Tabriklaymiz. Ye, medalmi? Bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Apayga bo'lyapti-ro'midi? Men nahorga oshga kech qolmaylik deb bosib kelyapti-ro. Kubotingizga nimadir sport uskunalarini o'rnatganmisiz? Ay yo'q, bu mashinaga shunchaki Aka qanaqa moy qo'ying? har doimgidek Mannol moyida qo'yag'i. Hammaga mana shu moydan tavsiya ber. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Rangi ham o'zgacha. Hozir quyasan-ku, mashina o'chirib yuboradi. Quying. Mannol moydan quyganman. Ey, doğru o'ldirib ketdi. Ali, rejani boshladinglarmi? Nimcha qilyapsanlar? Tug'yapsanlarmi? Samarqandga kelib qo'yibmiz, hozir Anjanga olib borib qo'yaman.